Xabaringiz bor, siz u biz to'laydigan soliqlar mamlakatimizning iqtisodiy, ijtimoiy farovonligini ta'minlash, xalqimizning turmush tarzi, mahallalarimiz infratuzilmasini yanada yaxshilashga yo'naltiriladi. Xo'sh, bu borada aholining fikri qanday? To'lanadigan soliqlar nimalarga sarflanadi? Shu kabi savollar bilan yurtdoshlarimizga yuzlandik. Soliqlar nima maqsadda sarflanadi? Aholi bergan soliqlar shu odamlar uchunda, xalq uchun. Mana shu kam ta'minlangan oilalar, masalan, mana yo'l qurilishlari bor. Mana shunday joylarga ketadi masalan. Byudjet to'ldirish uchun-da, daromadlar uchun, davlat sarf qilish uchun, o'sha nafaqalarga to'lash uchun, nogironlarga hammasiga to'lanadi. Soliqlar davlatga bu yo'llarni ta'mirlash, kasalxonalarni ta'mirlash, bepul dorilar berish uchun, keyin o'qituvchilarni shunaqa moddiy ta'minot uchun ham ishlatiladi. Pensiyaga ishlatiladi, oyliklarga ishlatiladi. Mol-mulk solig'i qaysi muddatda to'lanishi kerak deb o'ylaysiz? Mol-mulk solig'i shu 1 yil mobaynida to'lanadi-da, ikkiga bo'linib. Mol-mulk solig'i menimcha shu aprel oyigacha bo'lsa kerak. Bir marta qachon to'ladingiz? Biz to'lab bo'lganmiz, qachonlar. Mol-mulk solig'i adashmasam yilni 15-oktyabrida va 15-apreligacha to'lanishi kerak. Juda ham to'g'ri. Oxirgi marta qachon to'ladingiz? 15-oktyabrgacha bo'lgan muddatda to'ladik soliqlarimizni. Opa, narsa xarid qilganingizda chek talab qilasizmi sotuvchidan? Talab qilaman, men. Nima maqsadda kerak bo'ladi? Masalan, necha pul olganim hammasini chiqarib berdim. Aptekalar dori qancha, masalan, hozir yangi hayotdan narsa oldim, ularga mana go'shtlar oldim. Hammasini qancha xarid qilganim shunda chiqar. O'zlari chek bera bilmasa. Chekni shu soliq, men to'layotgan pulim soliqqa borib yetishi uchun so'rayman, to'g'risi. Nechta so'rayman? Nima maqsadda so'raysiz? O'sha soliqni Cashback uchun so'raysiz. Cashback ajratadi shu uchun. O'sha cashbackni keyin oilaviy maqsadlarda ishlatiladi. Magazinlardan, do'konlardan narsa xarid qilganingizda siz chek talab qilasizmi? Ha, talab qilaman. Nima maqsadda? Shu qancha mahsulot olganmizda miqdorini o'lchishni So'rayman albatta. Shu yashirin iqtisodiyot oldini olish uchun-da. Yashirin iqtisodiyot deganda nimani tushunasiz? Yashirin iqtisodiyot degani, menimcha bu soliqlardan pulni yashirish bo'lsa kerak-da, to'lamaslik uchun. Masalan, biz bozorlarda narsa sotib olganimizda plastik karta berib, to'lov qilganimizdan keyin ular bizga chek bermaslik holatlari menimcha shu yashirin iqtisodiyot.